Hurmatli azizlarim, bugun mavzumiz juda keng. Diqqat bilan eshiting. Bu mavzuda o'zlaringizga juda ham muhim va kerakli narsalarni olasizlar. Bu haqiqatlar 100%lik. Buni olimlar tadqiqotlar bilan isbotlagan va o'zimizni Ibn Sino ilmi bilan isbotlangan va bir so'zda hammasini baholab tushuntirib nuqta qo'yib berilgan holatlar haqida aytib beraman. Va bu holatlarni isbotini, ilmiy jihatini, ilohiy jihatini, ezoterikani va hokazolarni tushuntiraman. Buni barchasi tibbiyotdan ustunligini o'zingiz tushunib olasiz. Rossiyani olimi Pyotr Garyayev 2000-yillarga yaqin o'zini gul bilan o'tkazgan tadqiqotlarida isbotlab bergan holatlari shundan iboratki, u gul bilan o'tkazgan tadqiqotda insonni bir so'z bilan davolash, bir so'z bilan o'ldira olish mumkin bo'lgan Ibn Sinoni aytib o'tgan bizlarning olim podsholarimizni holatini tadqiqotda isbotlab bergan. Men nima demoqchiman? Gul bilan o'tkazgan tadqiqotida musiqa orqali xromosomani musiqa bilan, yaxshi so'z bilan, chiroyli musiqa bilan ko'p tadqiqotlar o'tkazgan va yayrab, yashnab, chiroyli holatga kelishini isbotlagan. Xuddi shunday yomon vibratsiya bilan, yomon musiqalar bilan, qarg'ish va la'natlar bilan o'tkazgan tadqiqotlarida xromosomalarning buzilishi, yorilib ketishi, titrashi, so'lishi va insonning xromosomalari borligi va xuddi shunday la'natlar insonni avlodiy, ko'rinmas, ota-onalarni genetikasida ko'rinmas kindik orqali bog'liqliklari haqida ham aytib o'tgan. Endi nima demoqchiman? Insonni 1000 yillar umr ko'rishi mumkin ekanligi haqida bizni ota-bobolarimiz Ibn Sino aytgan. Xuddi shu narsani energiya, fantom, ezoterika holatlari ishlarida barchasini umumiy qilib olgan darajada aytish mumkinki, Pyotr Garyayev isbotlab berib ketgan. Oddiy misol, Pyotr Garyayevni aytishicha, xromosomalarni yaxshi so'z, yaxshi musiqalar bilan yozuvlarni tanada o'zgartirish, inson tanasini yangilash, yaxshilikka, qarg'ish la'natlarni qaytarishga isboti bor. Xuddi shunday tadqiqotlarni isbotini chiqargan. Xuddi shunday buni teskarisi ham la'natlarni, nogiron, nochor farzandlarni tug'ilishi, badbaxtlik, baxtsizlik, kasalmand va bunday la'natlarning eng yomon holatlarga olib kelishini isbotini Pyotr Garyayev yana chiqarib bergan. Men nima demoqchiman? Bu narsalarga, bularni qaytarishga tibbiyot ojiz. Bu narsalarni faqat ezoterika qaytara oladi. Endi buni yana bitta isbotini aytaman. Misol uchun, ana 40 kunlik tadqiqotida Pyotr Garyayev isbotlagan holatlarni xromosomani probirkada quyib, probirkada o'likni DNKsini quyib, xromosomasini quyib zapis qilgan, yozuvga olgan va uni nurlanishi, kvant nurlanishlarini barchasi o'z isbotini topgan. Bu narsalarni keyin bo'shatib, bo'sh probirkada quyib 40 kun shu tadqiqotni o'tkazib bo'lgandan so'ng bo'sh probirkada umuman DNK xromosoma yo'q yerni o'zida o'sha nurlanish davom etgan va buni isbotlab bergan. Bu narsani o'limidan oldin o'z shogirdlariga qoldirib ketishga ulgurgan. Bu narsa tibbiyotdan ustunligini isbotlab bergan. Bu nima degani? Bu deganiki, bizlarni 1000 yillar oldin hali Pyotr Garyayevni isboti bo'lmagan, tibbiyotda ana bu boshqa holatlarning isboti bo'lmagan yerda o'liklarni 40 chillasi bor degan isbot. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, o'liklarni, udumlarni, kerakli narsalardan shunga qarab ish ko'rish kerak degan isbot narsadir bu. Misol uchun, men buni misol bilan isbotlab beraman. Farzand ko'rmaydigan ayol farzand ko'rib, toza tug'ib, yengil bo'lib kelgan 40 chilladan chiqmagan ayolni o'rniga o'tirib tursa agar, farzand ko'rgan ayol qaytib farzand ko'rmasligi mumkin va farzand ko'rmagan ayol uni o'rniga o'tirib turgandan keyin farzand ko'rishi mumkin. Buni o'zi ezoterika deydi, lekin bu isbot.
Bu xuddi shu Pyotr Gerayevni aytgan va isbotlagan narsalari, ammo bu ezoterika. Buni ana tibbiyotdan ustunlik jihati va holati, urf-udum degan narsalarni isboti shu bo'ladi. Hozirgi paytda yana bir narsani asosiysini aytib o'tishim kerak. La'nat bilan oziqlanayotgan, la'natni ko'p o'ziga olib, aybsiz aybdorlik yasab odamlarni jazolayotganlar bor. Ana ayniqsa siyosat ahlini ichida ular la'nat bilan yashayotgan, la'natdan oziqlanadigan insonlarga aytishim kerak, ularning yetti pushti bolalari ko'rinmas kindiklari iplar bilan bog'langan va o'z avlodlarini, farzandlarini aybsiz aybdor qilib yashab, ularni jazoga tortib yashayapti. Bu isbot. Bu birinchi narsa aytishimdan iborat. Nima uchun aytyapman? O'zlarini yig'ib tiyib olishlari uchun va farzandlarini aybsiz aybdor qilib jazolamasliklari uchun aytyapman. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Barchasi Allohdan deb bid'at qiluvchilar uchun. Ana Allohdan barcha yaxshiliklar beriladi insonlarga. Yaxshiliklar cheksiz qilib berilgan. Ammo shaytonlar, jinlar, vasvas qiluvchilar, yovuzliklar, yakson sarson ruhlar bekorchi emas. Ularning ham o'z vazifasi bor va ularning ham yomonligi bor. Yaxshiliklar Allohdan bo'lsa, yomonliklarni barchasi yovuzliklardan kelib chiqishini unutmang va hech qachon adashtirmang. Yomonlikni Allohga to'nkamang demoqchi. O'zbekiston hududida viloyatlarga bizlarni taklif qilib, hamkorlik qilib, bemorlarga shifo topish uchun yordamga chaqirishlaringiz mumkin. Bizlarning kontaktlarimiz bor. Kelishuv asosida ishlaymiz.